Solnishkalarim, hozir ham bitta joyga keldim. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Yo, sizni videoga olganim yo'q. Men kecha video qo'ydim. Mashina bilan, BYD bilan. Siz chiroyli komment yozibsiz, biram xursand bo'ldim uni eshitib. Siz meni hayotga taniysizmi? O'zi ko'rganmisiz? Ha? Qattiqroq ayting. Ko'rmagansiz. Instagramga chiqib qolganman, to'g'rimi? Aha. Qanaqa komment yozgansiz? Yo, nima deb komment yozdingiz? Aytib bering o'shani. Ismga qo'ying. Yo'q-a? Yo, esingizda? Hozir men ko'rsataman agar. Nima deb yozilgan edi kommentda? Yulduz Musir. Nimada? Baribir nomeringiz o'tmaydi. Men Musirga o'xshayapmanmi? A? Nasriyani yo'q yozilgan. Musirga o'xshayapmanmi? Voy tavba, nasriyaniz yo'qmidi? Nasriyaniz yo'q bo'lsa aybdormanmi? Yozganman, Yozgansiz. Xo'p, nimaga asoslanib yozdingiz uni? O'sha nima desam, negativ hisobiga. Negativ hisobiga. Sizga men nima qildim? Ijtimoiy qilmadingiz, просто tak yozdingizmi? Odamlar, o'zlari yosh bo'lar ekanlar, mana bu mo'ykada ishlar ekanlar, mo'ykalari. Mana shu mo'ykada ishlar ekanlar. Men bu Husan boboni to'g'risida. Men просто hayron qolganim, kayfiyatlari yo'q ekan. Shunga yozibdilar. Kayfiyatingiz yo'qligida men to'g'ri kelib qoldimmi? Nechinchi yilsiz? 2008. Men bu miyachi odamlarga bekorga berilmagan. Biz hayvondan nima uchun farq qilamiz? Bizda miya bor, miyani ishlatishimiz kerak. Ismingiz nima? Sarvar. Sarvar. Sog' bo'ling, Sarvarjon.